Azroil alayhissalom Rasululloh oldilariga o'tirdilarda, salom alayk qilib didorlashganlardan keyin, "Ya Rasululloh, Alloh sizga izn berdi. Sizni ruhingizni olgani meni jo'natdi. Izn bersangiz olar ekanman. Agar izn bermasangiz ziyorat qilib qaytaman" dedilar. "Men Robbimning huzuriga, mahbubimning huzuriga shoshilyapman. Oling" dedilar. Azroil alayhissalom boshmaldag'dan, tovondan, tizzadan kindikka jon kelganda, "Ya Azroil, o'limam shunaqa bo'ladimi? Meni ummatim qanday chidar ekan? Ya Azroil, meni ummatimga qattiqlik qilmang, qo'pollik qilmang, muloyimlik bilan oling" deb, o'sha paytda ham men ummatimni o'ylagan edim desalar. Hazrat Ali aytadilarki, Rasulullohning oxirgi holatlari-yu, namozga ummatimni buyuraman, namozga dedilar-u, birinchi bo'lib qiyomatda so'raladigan narsa namoz deb ovozlari chiqmay qoldi, lablari qimirlab qoldi. Rasululloh nima deyaptilar ekan deb muborak lablariga qulog'imni olib borsam, ummati deyotgan ekanlar. "Ey Alloh, meni payg'ambar qilding, menga ummat berding, shu ummatni qiyomat kunida shafaat qilishlikni menga bergin" deb Rasululloh yig'layotgandilar dedilar.